o'rtoqlar, burun teshigi bilan og'zimiz ochiq bo'lishi shart. Mana shunaqa polietilen plyonkani shu ko'rinishda yopamiz. Kamina bugun sizlarga gaymarit kasalligiga va undan tashqari mana shu burun nafas yo'llarimizdagi shamollash, yiringli shamollashlarga ajoyib bitta tavsiyani bergan bo'lamiz. Bizga ko'p narsa kerak bo'lmaydi. Toza asal, tuz va bitta idishda suv kerak bo'ladi. Demak, asalga tuzdan solamiz, aralashtiramiz, piyolada bo'ladi. Keyin piyolani boyagi tog'orachadagi suvga solamizda, tog'orachani tagini yoqamiz. Suv qizirgan, sekin piyoladagi asal eriydi. Yaxshilab o'sha qizigan suv yordamida aralashtirib olamizda, tuz bilan asalni aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan mahsulotdan 1 grammini olib, shuni yotgan holatimizda bitta burnimizga 1 gram, ikkinchi burnimizga 1 gramni yuboramiz. Shpritsda ninasini olib tashlagan holatda ko'pchilik mana bunaqa qiladi. Nina alaqana shpritsni o'rnatadi. U xato. Bu yoqqa qarab tikka jo'nash kerak. Chunki teshigimiz u yoqqa qarab, bizning tepaga qarab emas, bu yoqqa qarab ketadi. Bir xil tepaga deb o'ylaydi. Yo'q, bunaqasiga. Jo'natamiz. Undan keyin qolgan asalni butun yuzimizga surib, keyin plyonka yopamiz. Yopgan paytimizda plyonkamizni burun, og'iz o'rni ozgina teshib qo'yamiz. Ana o'sha holatda yotib kamida 1 soat, bo'lmasam agar chidolsanglar 2 soat yotasizlar. Boshlamachasiga achitadi, noqulayliklari bo'ladi. Chidab yotib bersanglar, effekti, natijasi juda ham zo'r bo'ladi.